bo'linishni yangi alomati. Qarang. Biz bilamiz, 2 ga bo'lish, 3 ga bo'lish, 4 ga bo'lish degan narsa bor-ku. Undan tashqari yana bo'lish alomatlari bor. Eshiting, birinchi qoida. Ikkita sonning xohlagan soningiz bo'lsin, ikkita ketma-ket sonning ko'paytmasi 2 faktorialga bo'linadi. Bo'linadi. Tushundingizmi? Endi ikkinchi qoida. 3 ta ketma-ket sonning ko'paytmasi-chi. Nimaga bo'linadi? Aniq, bu 3 faktorialga bo'linadi. Tushunarli bo'lyaptimi? Uchinchisi. Xo'p, a minus 1 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a plus 1 ko'paytirilgan a plus 2 nimaga bo'linadi endi bu? 4 ta ketma-ket kelgan sonmi o'zi bu? A minus 1 dan keyin a keladi, keyin a plus 1 keladi, keyin a plus 2 keladi. 4 ta ketma-ket kelgan son bu 4 faktorialga bo'linadi. Bo'linadi. Demak, faktorial nima desa, 0 faktorial 1 deb qabul qilingan. Endi bu yerda yana davomini yozmadim. 5 ta ketma-ket kelgan sonning ko'paytmasi 5 faktorialga bo'linadi va hokazo ketaveradi. Bu yangicha alomat. Demak, 0 faktorial 1 deb qabul qilingan, uni isboti yo'q. Isbot bo'lsa kommentariyaga qoldiringlar. Biz bilmaymiz isbotini. 1 faktorial 1 deb qabul qilingan. 2 faktorial 1 kara 2, ya'ni 2 ga teng. 3 faktorial bu 1 kara 2 kara 3, ya'ni 6 ga teng. 4 faktorial, demak bu nima bo'ladi? 6 kara 4. 24 bo'ladi. Demak, xulosa qilamiz, 4 ta ketma-ket kelgan sonning ko'paytmasi aniq 24 ga son aniq bo'linadi. Tushundingizmi? Endi savollarda buni beradi, qarang. A kvadrat, ya'ni a kub ayrilgan a mana shu son qaysi songa aniq bo'linadi deydi. Qanday topamiz? Buni ko'paytirib ajratamiz. A ni chiqarsak nima bo'ladi? A kvadrat minus 1 bo'ladi. Buni yana ikkita qavs ajratsa bo'ladimi? A ko'paytirilgan a minus 1 ko'paytirilgan a plus 1 deb yozsa bo'ladi, ha? Teng. Bu nima degani? A minus 1, undan keyin a, undan keyin a plus 1 kelyapti. Ketma-ket yozsak. 3 ta ketma-ket sonni ko'paytmasi nima bo'linadi? 3 faktorialga bo'linadi. Demak, bu aniq 6 ga bo'linar ekan degan. Mana shu son aniq 6 ga bo'linadi. Tushunarli bo'ldimi? Ko'rinmadan sizlar. Yaxshi. Mana qarang. Mana bu tarafdan qaraymiz. A kub ayrilgan a ko'paytirib ajratdim mana va a minus 1 kara a plus 1. Bu aniq 3 ta sonni ko'paytmasi 3 faktorialga bo'linadi. 3 faktorial bizga 6 ga teng. Demak, bu son aniq 6 ga bo'linar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Endi misolga o'tamiz.